Bolalarni yurishga o'rgatish uchun одинокая solish qanchalik to'g'ri? Hop, bu bugungi kunda ota-onalarimiz tarafidan eng ko'p qilinayotgan xato yoki bo'lmasa eng ko'p berilayotgan savollardan bittasi hisoblanadi. Hadunobga solish o'zi tavsiya etilmaydi. Chunki bolamizda hali yurishga nisbatan ko'nikmalar hosil bo'lmagunga qadar biz uni hadunobga solib qo'yamiz. Natijada nima bo'ladi? Natijada bolalarimizda o'zini tana massalarini suyaklari ko'taradigan возрастga yetmasidan turib, bolani hadunobga solganimizda oyoqlarimizda o'zgarishlar, ya'ni O-образный yoki X-образный oyoqlar paydo bo'lib qoladi. Yassi oyoqli yoki shunga o'xshash holatlar paydo bo'ladi. Bolajonlarda o'zi vaqti keladiki, yurishga bo'lgan ko'nikmalar asta-sekinlik bilan hosil bo'lishni boshlaydi. Masalan, oddiy peshxon atroflarida yoki xon taxta atroflarida tika turib yurishlari yoki teta turish deb qo'yamiz xalq tilida. Shunday holatlar boshlanganidan keyin o'zi bolalarimizda yurishga bo'lgan ko'nikma hosil bo'ladi. Va undan keyin u bolalarimiz o'zi asta-sekinlik bilan bu narsani amalga oshira oladi. Lekin bolalarimizni 6 oyligida yoki 8 oyligida hadunobga solib qo'yish bu umuman tavsiya etilmaydi. Oyoqlarimizni shakllari